بسم الله الرحمن الرحيم. Amal Media islomiy sahifa taqdim etadi. Hozir sizlarga aytib beradigan voqeamiz 104 yil ilgari bo'lib o'tgan voqeadir. Va bu voqea butun dunyoga ibrat bo'lsin. Odamizod qudratini buyuk bir kema yaratib dunyoga ko'rsatadi. Va bu yaratilish bilan hatto yaratuvchiga ham ibrat beradi. Bu kema buyukdir va xavfsizdir va butun dunyoga darsdir. U shunday bir kuchga egaki, uni butunli cho'ktira oladigan hech bir zot yo'qdir. Shu so'zlar bilan Titanic nomli kema qurilgan edi. Titanic qissasi 1909-yil kemalar qurish White Star Line shirkati Titanic kemasini qurishni boshladilar. Bu dunyo bo'yicha birinchi buyuk kema edi va uning balandligi 269 metr bo'lib, og'irligi esa 52.300 ton edi. Uning dizayneri Thomas Andrews bo'lib va kema ismini Titanic qo'ydilar. Titanic ma'nosi Titan so'zidan olinib, Xudodan ham buyuk bir ma'noga kelar. Va xuddi shu 1909-yil qurilish boshlanishi bilan olamlarni Rabbi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo dengiz o'rtasida turgan buyuk bir yaxtni yarim parchasiga joyidan jilib va bu kemani qarshilashini amr berdi. Allohning amri bilan bu yaxt o'z parchasidan ayrilib Grenlandiya tarafdan harakatni boshladi. Bu yaxtning balandligi 1 kilometr bo'lib, og'irligi esa 2.500.000 ton edi. Bu shu Allohga tahdid qilgan buyuk bir kemani qarshilashga yo'l oldi. 1912-yil qishda Titanicga bilet sotilishi boshlandi. Xuddi shu vaqt yaxt Allohning amri bilan Kanada yonidan 19 kilometr kuniga tezlik harakati bilan janub tarafga harakat qilar edi. 3-aprel 1912-yil esa Titanic Irlandiya shahriga qurilish tarafdan tayyor bo'lib keldi. Haydovchi guruhlar, ya'ni kapitan va o'z yordamchilari safarga chiqishga tayyor edilar. Shu vaqtda bir muammo sodir bo'ldi. Bu ham esa ko'mirda kamchiligi. Titanicning ichida bo'lgan ko'mirlar esa sayohat uchun yetmas edi. Va shunda White Star Line shirkati skladdagi barcha ko'mirlarni sotib oldi. Va o'zga kemalarda ketuvchilar o'z biletlarini qaytarib berib, Titanicga tushishga harakat qilishdilar. Va safardan chiqishdan oldin Thomas Andrews intervyu berdi gazetachilarga. Noxostan gazetachilar orasida shunday bir savol tug'ildi Thomas Andrewsga. Nima deb o'ylaysiz? Shu kemani butunli dengizga cho'kishiga imkon bormi? Thomas Andrews shunday javob berdi. Agar Xudo, Xudoni o'zi shu kemani cho'ktiraman desa, bu uni qo'lidan kelmaydi. Negaki bu kema xavfsizlik va bexatarlik maqsadida qurilgan. Uni ikkita tarafdan 16 ta suv o'tkazmaydigan hujralar bor. Har bir hujralarda agar 4 tasi ham suvga to'lsa, bu kema o'z yo'lini davom beradi. Va Titanicda ketadigan barcha insonlar bu munkirdi gapiga ishondilar. Ey odamlar, sizlarga nima bo'ldiki, Allohning azamatini o'ylab ko'rmaysizlar? Va aprel oyi Titanic 2208 odam bilan safarga chiqdi. Bu vaqtda Alloh amr qilgan yaxt ularni ro'parosida kutayotgan edi. Yaxt va Titanic orasida 3500 kilometr joy mavjud edi. Bular juda ham katta tezlikda ketar edilar va bularga radio signal orqali bir necha marta xabar berildiki, dengizda yaxtlar juda ham ko'p. Titanic kapitani shunday dedi: "Axir bu
Titanik-ku. Agar biz yax bilan qarshilashsak, Titanik bilan yaxni urib, sindirib o'tib ketamiz. Bunday bir xom fikrga Alloh bularni ishontirdi. Negaki Alloh bunday odamlar to'g'risida Qur'oni Karimda shunday deydi. Albatta, kufr keltirganlar, siz ularni qo'rqitsangiz ham, qo'rqitmasangiz ham, ular iymon keltirmaydilar. Alloh ularni qalblarini va quloqlarini muhrlab qo'ygan va ko'zlarida parda bor. Ularni buyuk bir azob kutmoqda. 13 aprel soat 23:38. Titanik va yax orasida 900 metr. Shu Titanik teva qismida shaxsan navbatchilar bor edi. Bu navbatchilar 6 kilometr oldinda ko'rishga imkoniyati bor edi. Ammo Alloh o'rtaga tuman qo'yib, bularning ko'zlariga parda tortdi. Yaxga 650 metr qolganida navbatchi yaxni ko'rdi va zudlik bilan navbat joyini tark etib, kapitan yordamchisiga xabar berdi. Kapitan yordamchisi esa Titanikni burishga harakat qildi. Ammo bu imkonsiz edi. Negaki Titanik juda ham katta sur'atda ketayotgan edi. 23:40 da Titanik bilan yax qarshilashdi. Yax Titanikni past qismini 90 metrini yirtib o'tib ketdi va Titanik cho'kishni boshladi. Thomas Andrews'ni so'zga qaraganda, 4 ta suv o'tkazmaydigan hujra suvga to'lsa, bu Titanik davom berar edi yo'lini. Ammo Allohning amri bilan yax 5 xonani, ya'ni 90 metrda bu 5 xona bo'ladi, yirtib o'tib ketdi. Bu xonalarda tevasi ochiq bo'lishidan sabab bu suvlar xonadan xonaga o'tishni boshladilar. Suv shu darajada to'lishni boshladiki, hatto uni qaytarib chiqarish uchun umuman imkon yo'q edi va Titanik radio signal orqali yordam chaqirishni boshladi. Katta bir kema Titanik nomli, ya'ni Alloh cho'ktira olmaydigan degan bir kema dengizda o'rtasida cho'kishni boshladi. Endi shunday bir savol tug'iladi. Nahot shu kecha dengiz atrofida boshqa biron bir kema bo'lmasa? Nahot bular yordamga kelmagan bo'lsa? Shu kecha dengizda 52 kema mavjud edi, ammo bularda hammasida ham radio signal yo'q edi. Titanikka yaqin bo'lgan radio signallik kemalar 6 dona edi. Angliski Californian va Carpania, kanadski Mountain Temple va fransuzski Provence, nemetski Frankfurt, yaponski Imper va rus Birma. Ammo bularda birontasi eshitmas edi. Negami? Chunki Allohning g'azabi kelganda bu g'azabga hech kim qarshi chiqa olmaydi. Bu kecha yer yuziga barcha joyga signal jo'natdilar. Odamlar qabul qilgan, ammo yetib borishga chora yo'q. Va dengiz o'rtasida Allohdan buyuk nomli bir kema cho'kishni boshlaydi va hech kim bunga yordam bera olmaydi. Yarim soat ichida kemani bosh qismi butunli cho'kdi. Orqa qismiga esa insonlar o'z jonlarini najot qilish uchun hujum qildilar. Bosh qismi og'ir bo'lishidan sabab kema o'rtadan ikkiga bo'lindi. Titanik ikkiga bo'lingandan keyin bosh qismi
dengiz tagiga cho'kib ketdi. Orqa qismi esa 5 daqiqadan keyin butunli orqasidan ketdi. Ha do'stlar, Titanik nafaqat cho'kib ketdi, balkim 2 pora bo'lib ketdi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Ya'ni yax bilan qarshilashgandan so'ng 2 soat ichida Titanikdan hech bir asar qolmadi. 1496 kishi halok bo'ldi. Shu 1496 kishi ichida Thomas Andrews ham bor edi. Ya'ni o'sha Alloh cho'ktira olmaydi degan odam. Do'stlar, endi sizlarga bir savolim bor. Bir odam, bir beaql odam Allohni tahdid qilib bir kema yasaydi va ayni shu yil, mana shu yil dengizda buyuk bir yaxti bir qismi o'z joyidan jilib 3 yildan keyin shu kema bilan qarshilashadi. Bu tasodifmi do'stlar? Yo'q, menimcha bu tasodif emas. Bu Allohning g'azabi. Negaki Alloh bularga shunday bir jazo berdiki, butun dunyoga ibrat bo'ldi. Hozir shu Titanik qayerda? Hozir 104 yil oradan o'tdi, ammo shu Titanik hali ham mavjud. Bu Titanik Atlantika dengizining tagida shuncha ham pastdaki, buni insonlar faqat borib tomosha qila oladilar, bu yerdan chiqara olmaydilar. Negaki Alloh cho'ktira olmaydi degan bir kema bir umr cho'kkan holatida suvda tagida qoladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.